alaykum, qadrli topilashmatlari. Sizlar bilan men usta Jasur akalar yangi bitgan obyektimiz haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Sizlar bilan videomiz sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Agarda sizlarning ham obyektinglarni chiroyli qilib bitkazish kerak bo'lsa, mana shu tagdagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Marhamat, videoni ko'ramiz. Bu ko'cha tomonlarini faqatgina oq qilib alkabon stilda qilib bitkizib berganmiz. Tarnovlarini polni yashil qo'yib berganmiz turbalari bilan. Ichkari darvozaxonalariga tilla bilan oq ishlatib kombinatsiya qilib berganmiz. Akalar, eslatib o'tamiz, bu ishimizni oq 04 tamiz, ya'ni Toshkent metal zavod tunikasidan qilib bitkizib beryapmiz. Chekkalariga polni rover gullarini qo'yib berganmiz. Tilla ranglari esa polni nerjaveyka, original nerjaveykadan qilib bitkizib berilgan. Nerjaveykadan bo'lganligini sababi akalar, alkabonni vidini birga bir beraveradi nerjaveyka. Yaltirlashlarini ham, hamma narsasini birga bir beraveradi. Agarda mana shu chekkalariga rover gul qo'yish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bunaqa xizmatlarimiz ham bor. Rover gullarini ham metriga qo'yib beraveramiz. Hop, rover gullarini esa akalar, eng yaxshisi mana shunaqa nerjaveyka, tilla yoki nerjaveykani boshqa ranglari bor. O'shandan qo'ygan ma'qulroq. Rangi o'chmaydi, ancha yil sizlarga xizmat qilib beradi. Endi e'tiboringlarni kazirok qismiga tortamiz. Ko'rib turganingdek, kazirok qismi ichkarilari ham xuddi shunaqa yashil tanlovlarni qo'yib berganmiz. Turbalari ham hamma narsasi yashil bo'lgan. Kazirok ichkari qismlari polni oq bo'lgan. Oldi bakavinka, detallarini 90 gradus qilib, orqalariga karnizlarini qo'yib bitkizib berganmiz. Balkonchasiga esa mana shunaqa qilib dela terib berganmiz. Akalar, balkonchasiga alohida e'tibor beramiz. Juda ham chiroyli chiqqan. Darvozaxonani tepa qismlari, akoshkalari, ichlarini ham dela qilib terib berganmiz. Akoshkalarning ichini, bu tomondagi akoshkalari va ichidagi balkonchasini ham dela qilib, ikkalasini ham, tepasini ham, pastini ham bir xil qilib terib berganmiz. Figuramizga baho berasizlar, juda ham balkonchasiga yarashib chiroyli chiqqan, ixchamli bo'lib. Endi akalar, sizlarni polni tunikabon narxi bilan tanishtirib o'taman. Tunikabon narxlari hozirgi kunda 120 ming so'mdan boshlab 150 ming so'mgacha qilib bitkizib berilyapti. Polni vodiy bo'ylab. Va biz akalar polni vodiy bo'ylab ishlaymiz. Vodiy bo'ylab shunaqa tunikabon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Chiroyli, sifatli qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Sog' va salomat bo'linglar.